Bugün ise 4. ayının 15. günü. Hazır saat 8:20 bo'ldi. Hazır yolga chiqamiz. Alimjon Elnuri, Qaysar Habibullah, Guljamal, Sudiya Dilara, Zamira, Nijat Niyaz. Bir yaxshi ishqa. Hamda xalqimiz uchun bir yaxshi bir ma'naviy boylikni, ma'naviy zo'q ato qilish uchun biz hamda hammamiz o'rtaq tirishchilik ko'rsatyapmiz taraf-tarafdan. Biz hamda birinchi qadamimizni bugun bosmoqchida. To'g'ri. Programmamizningki xasligi, o'zimiz layihalagan bir alohidaligi bo'yicha muzika asos, andan keyin sayohat, har joydagi har millatningki madaniyat, san'at, yemek, içmek, kiyim-kechak, muhit, madaniyat, sayohatni tang gavdalantirib olib berib, gavdasi mesela naqsh olsa, uningki shoxchilari, yopirmoq gullari anadagi qolgan sayohat, shu jarayonda turmush qatormishlar, amaliy jarayon. Shundan hamda Mavduq bor. Ota modorat boğazın. Mama. Nime? Mama Sudiya aylar bilan, Zamiralar bilan, Alimjonlar bilan jim-jujmu keynimga yo'qolib ketib qolma u yerdan odamchi. Ilqi Yunus'ta bir balı varken o da uyuyor demdi. Şu balı beni bir yerlere apası bol de balım. Ma'qul, mama, ma'qul. Bunda qo'z keynimning jim majmuasini so'rab nalar yuraman qarasab yosh qizlarimiz. Sudiya ishki bu qarab doğadı bu etsinci. Operatör bu kadar. Demek müşba amdi ma kesbilikine ait dikkat kılan ehval aslında yine tabiilik bu var. Tabiilik anlatken bu naq meydanlıqni qo'llashish. Demak ham men bu program bek yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Ha, bo'ldi, menda bir so'zim bo'ldi. Qo'rqisam bo'ldi. Va, mana. Lekin tayyorlash kezga men chamqo'rqa bek amramishdim. Oydim qo'lga berib lag'maysam bo'la. Ha, u bo'ldi. Barayli. Chaqqan barayli olib, chaqqara qaydana bola mashina. Imaji ostayda istayman. Bugün biz buna Qumtaq bağçısı hem dedim abi. Dağlık hem de bu mu bütün dünya dağlık Qumtaq bağçısı hem şu 4A derecelik sayahat merkezi. Bunun bir alayeti nima degan vaqtida bizning Şinjan'da bütün Şinjan boyunca hem de biz Bo'stonliq bilan Qumliqning oralig'ida cho'qim jangal bo'ldi. Gobitan bo'ldi. 100 kilometr, 200 kilometr Gobitandan andan Qumliq bormiz. Bu yerning alohidaligi nima desa, bu yerning alohidaligi shahar bilan Bo'stonliq bilan qum tutishib ketgan ya. Bo'stonliqdan chiqamiz, qumga kiramiz. Olimjonlar ulgurib kelibdi. Yo'lda bo'ron bo'lg'achqa askarlar kep olamabdi. Bunda olganki biz ham o'zimizningki ishlarimizni qilish, alan saqlash, o'zimizning ishlarni qilaylikmi? Masalan, yushi o'ynaylik. Shunami? Ikkimiz bir guruh qilaylik. Pek o'yinig'im batgan. Pek motor chiqaribsiz, ha? Biz ham bir bulishib, qandaq shangmularni o'ynaydiganimizni deyishib olaylik. Anatki guruh bulishib o'ynaylik. Uni ustiga bir havom shundoq yaxshi. Bo'lmasa bu yerda qizib ketadi. Ko'zimiz ochamiz. Hozir cho'qqiga chiqib qopti mana. Eshak chiqalamizmi? U yerga chiqasiz, yash bo'lgan. Chiqinglar bir guruh bo'lganki chiqasizlar. Biz cho'nglar bo'lganki men chettaraq tutib turaylik. Sizlar yoshlar chiqib kiringlar. Hozircha nima qilib bo'ron sizlar o'tga tutib aql qilib shu bo'ronni qilibdi-da. Undan sonra biz bu sayohatimizni boshlaylik. Janolar. Bolkilarni to'laydik. Nereden chiqadiganligini o'qimabdi ekanmiz. Shundan Bolkit pishiqlash rayoni usulida hozirgi zamonaviy xalqaro ISO biyojunda bo'lyapti. Bak yaxshi sizlarning bilan bo'lganlaringni. Terishdan boshlab un pishiqlash jarayonida tuvan temperaturada pishiqlash. Nurg'un o'tganlardan o'tib pishirgan yeşil organik o'lchimidagi unlarimizni tayyorlik aylantiryapmiz. Hammasi tepib qo'ydik. Bu safarning pek yaxshi ekanman. 欢迎大家来到我们的库木塔格沙漠。我们现在大家所处的这个位置呢，就是我们的沙漠之窗。它的建造风格呢，就是以我们吐鲁番亮房的一个设计风格去建造的。在大家这个位置呢，就是我们的新游客服务中心，也就是我们的沙漠之窗新游客服务中心。在这里呢，大家可以直观的看到我们库木塔格景区的一个沙漠的一个风景。这样一看，对，这边太壮观，非常漂亮。
对，咱们这边呢就能直观的感受到我们一个库木塔格沙漠一个对，特别广阔的一个沙漠，这边那个景色就是特别好看。 Degende naş yolga çıktık seferge Kol yağlarını şildim Yarım kaldı Üçü şehirde Ey gül camal Burada menzil rayında hazır bak poyuz git varmız. Poyuzda mı? Poyuzda. Yavaş çıkmalığa poyuz yapalım. Bana o nime? O Kayser Habibullah. El Nuri Küçepre. Bana El Nuri. Bana El Nuri. Gül Cemal. Gül Cemal. Bundaki parımız pek yakşı. Hava bugün hava ama pek yakşı. 这边呢，也就是我们的库木达格景区呢，相当于一个主景区，游客最多的一个地方。然后呢，在这里呢，大家可以拍照、游玩、留念的一处景点。在这里呢，大家可以脱去鞋袜去亲自体验一下我们爬沙山的乐趣。除此之外呢，咱们这边呢还有我们的沙漠冲浪车、骆驼，还有我们的沙漠摩托车，还有我们的小孩玩的这个自驾坦克等游玩项目。 在这里呢，相信大家会体验到我们的一个沙漠的一个热情与浪漫。在大家的左手边呢，所看到的这些车呢，就是我刚才给大家所讲的一个我们的沙漠冲浪车。这个是由那个专门的驾驶员开的，对，是我们自己开是由我们的专门的驾驶员去开的。我们驾驶员呢，就根据我们的游客的心情，有些老人或者是有些年纪大的，咱们。 受不了刺激，咱们咱们那个老人，对，就是我老人。咱们的驾驶员呢，就会根据他的情况、游客的情况呢，就会根据游客的情况去慢慢的去。也有我们的小年轻，各种年轻人需要刺激，想追求刺激啊，我们的驾驶员呢就会根据年轻人的追求刺激的感觉去。就比如说吧，我也特别想追求这个刺激，自己可以，自己不介意自己开，因为咱们上到沙漠之后呢，路线呢。 没有规定的路线，咱们安全第一，安全是最重要的。平时甜味儿、辣味儿、破辣味儿，好几种啊，我们所说的甜味儿就是刚才的平平的，辣味儿稍微刺激的，破辣那是那个特别刺激的，它给人的就。 Әмсә biz hazır gruplar bulunup bolgandan keyin anan ki müşahidik uyullan bir tiyan qılaylı. Hazır bizgan haber 2 3 4 5 6 7 8 hesap dayuni hesaplamsak 8 adamkan go. Birinci grupdan başqa Nicatkan bolsun, ikinci grupdan başqa Kayserkan bolsun. Endi çıkanlar kinolarmaya. Şişamda Çıkanlar studiyada oku qilib adam tanlaysizlar sizlardan. Ko'ngillar Çilişten tükettik yani. Kumru bitip gider mi ne? Qaramasdan siz yansınız. Müşahidiki xalq bir adam tanlaysınız. Siz yansınız xalq bir adam. Ha.
Ya Erdoğan ki aslı İngiliz aslı da. Ben 3 gibi dedim. Ben 3 gibi. Kim aldınız? Alım ne? 3 gibi. Bunu da alalım. Bu cuma. 3 gibi. O aslı aldı ya. 3 gibi. 3 gibi. Bunu da alalım. Nime almayacağım. Ya Kıymış kıyırlan bılı kıyı teyçiyorum. var kere bunu. 3 gibi. 3 gibi. Abi ötümüz bir grup. Ağzına bir grup. Ne kadar olmazsa. Bana. Aşağıda eskinden zavkanlar. Yaxşıрақ, mən iş fağanın aldığım bana yaxşıрақ bir yani benim. Ya biz maşinninki biz maşin grupçu. Maşin yok. Maşin yok. Yok kumanda maşina. Yerdə hazır şikital tögü var. Muşno birisi tögüge miniş paleti. Yani birisi maşin qolsturup elqindaq çoğlan qilish paleti. Yani şikiti yaxşı to'janda bunga birini tanlaysizlar. Men hazır nimning nimlikini au ibay bir tap boldim au. Aparat qarab. Mavu tög miniş mavu maşin chiqishchimi? Shuningga muşnonda bir Mana ikisini birinden tanısak hozir biz bilmaymiz ama biz birini tanlagandan keyin uni shu janob o'qisin hozir gapdan bor. Ya birsinlarni boldirib tanlashlar Boldirib tanla. Samarda tanlagan afkan bo'ldi. Hammasi Ökandirme. Anla biz degan. Yani çoğunluğa hürmet Ya kılayım. sen tanlama. Ya hem de doğru sanmamayacağım. Ben sana ötendim ötendim sen doğru tanla. Allah bak. Sizler de pekala kaysını tanlayın. Karısını. Ne boldu? Amalım ya mağara tögüdüş mü? İnsan. Mana madiga mana köşkanımız mana buluş gerek. Muş komutan bir bayan. Oldu özaldan düşendirmeler oldu. Ya mana olsa sen nima deyapsan deb berma. Ya ta'sirlandim akasilarga o'tib. Ya. Ondan yok. Ondan olsa yaşmallar. Maşin oynayamıyoruz. Bizden işimiz bitti. Eskiga buluşup. Xo'sh, mana inlirim biz utib chiqdik. Mashin o'ynaymiz degan to'q. Mashin o'ynaydigan yerga keldik mana. Nima degan esil mashinlar. Bukan bu mashinani azroq bir tushuntirib qo'yamsa, ma yurak sal jiddilashyapti. Osh tog'ining ustiga ashak chiqamdi osh taraflarga. Ha, üstülerge çıkıdı aka. Mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar biz endi ma Qumtog' rayoniga sayohat qilib keldik. Program ishlash jarayonida sayohat qilyapmiz. Biz ash qumning cho'qqisiga sog' salomat chiqib pishannikimiz manzarasini bir ko'rib chiqib kelsak bo'ldi. Bizga endi siji, endi ma yoshlarimiz qandaqki? Davlatbek muhim emas. Muhim emas, shundaq-ku? Ha, muhim emas. Endi abaytida cho'nglarning oyig'inimi shu. Agar u cho'nglar managa chiqib qolgan bo'lsa, yuraklari silib, yo bir ish bo'lib qolmasin deb men zo'lab mush narsani tanlab olgan, mush narsani ilib olgan. Hisobda futib oldik bizmi? Bizmi sayr qilib bilan ular qumni dumlab tushsin. Biz mashin bilan qumni ustiga bir chiqib sayr qilib kiraylik. Qanda? Tayyorlik bitdimi? Amisa bizmi manglaydi. Tögüge miniş faaliyetimizni boshlaymiz. Qaysi tögülarga minimiz? Ma aq tögügisi minima. Abdulchan siz minima? Ama kuptiyalar. Ha? Köttük. Voy. Karvalla mana vallahi surat kelyapti Xongpay. Mana. Olimjon. Hey! Bangdo qamsa. Nima degan payz ish bu? Yaxshi turni tanlab chiqmoqda. El Nuri kuy sapri. Tögüge mindi. Qumtog' baqchisi. To'g'ri, yomg'ir yog'di, shunda salqin havo, shunda payza. Shunda pokiz mana qaranglar, mana. Ma osmon qarang, shunda payza. Ko'zimda yosh chiqib ketdi mening eqi. Bo'ldi.
Ya ben 52 yaşayım. Benim yaşım batı. Of. Oy ey. Tövgüçüler ne mümkün görüyorlar hazır. Ulan işte lapang menep çıkıvatı da matağının üstüge. Biz hoş moş vaqırap jaqırap çaş 10 tətір olub ketdi aran çıktıq çıxıb. Ulanımı ço biz qaytıb düşkəndən keyin ulanımı bir maşinaga chiqirib kösün. Görüp baxsın. Keldik. Menzilga keldik. Menzilga yetib keldik. Ha. Oy. Buna oturuşunu oylamaptım ben. Otur da şu takı. Rahmet. Rahmet çöke korkma. Korkma şimdi mi? Çöke. Bana oldu mu ne? Qanday hissiyatda bo'ldi hozirqa? Qanday ras qanday qani? Ahmadjon. Hamda ras gapimda men mush umrimda mush yosh kelib to'giga minib boqmabmanman majbur. Nima shu? Men to'giga minib boqmabmanman, otga mingan, eshakka mingan, motorga minib boqqan, lekin to'giga ras minib boqmabmanman. Men birinchi qidim, sizningcha? Ikkinchi qidim. Nima unda chaqirasiz sen? Yo'q, birinchi qidimda qo'rqqandim emasmi shu? O'zlama? Ikkinchi qidimda Ashulaqa shu nimada dastlabda o'lgandan keyin cho'kkan vaqtida shu. Lekin shunda pez oldi, ha? Bek pez oldu. Gerçi bizim kelpimmi tögü yurti. Ha, kelpimmi to'g'ri. Tögülerle aralashib, bu tögü üstünde içiplam yürüyemiz. Ama ben tögünü bir xil sırlık münüş jihatda jur'atmi qilmagan, ham fursatmi bo'lmabdi ekan. Mening tunji qitim münüşüm. Hoş, nima? Shundoq bir rahatlanib qoldim, bir tinchlanib kallamni bir boşlukda leylab mangandakcha bir xil. Ishqilib yosh bo'ldi ketasiz, ha. Men boya yo'l qo'yib bo'ldi fikrim, sen tanlab ol deganim to'g'ri ekan. To'g'ri. Motorni qo'yasiz deganimiz nada saydi bo'la olamiz, nima? Lekin men to'yga ömrümde tunji qitim chiqish shunami? Ha. Pez oldi, ha? Pez oldi. Yaxshi turni tanlabdi. Rahmat. Yaxshi oldi. Qaysarjon, qaydaroq. O mashinada qadam mushtab qoldi. To'yganga mana qoldi. Ha, kelsa qo'llarini. Bunda. Dehshatga juma, Allomat rahmalik. Shunda pez oldi. Hamda bek pezgani. Resmi akademiy zamonda napa mashinani kunda edemiz emasmi? O'xshamaydi. Birimiz o'xshamaydiganligini. Qani bizning balla, cho'ngroq. bizning balla ta'siratini bir deb bera. Ya mashina degan ta'sirat hammamiz o'xshash, o'rta. To'gini o'xshamaydi ekan. Men do'yu bo'laysizlarga. Yana bir chiqamda. Pulni sen to'ligini Nurg'un kishilar yoqtirib ishlatayotgan Uyg'urcha xat kirgizgich bodam. Ovozni eng tez suratda xatga aylantirib beradigan Uyg'urcha xat kirgizgich bir kunukini besiz bilan eng tez, eng to'g'ri tarjima qilib beradigan Uyg'urcha xat kirgizgich kunukni taqdisi eng chiroyli laylangan Uyg'urcha xat kirgizgich har xil xat kirgizgichlar ichidagi eng yaxshi tanlashingiz bodam. Ijodga eng yaxshi ko'rdi juma? Ha. Xabar qildimmi o'tasizmi? Hey, men yana avozimdan titrab qoldim. Hey! Voy, so'qqa qo'y! Ya pezge. Yana bunadimi baba? Hey, eshitdim. Azon, qarang ha. Mana postalingni ko'rdingizmi? Qumliq bilan tutashqanni ko'rdingizmi? Ma mo'jiza hamda mushu pichan taraf bilan bada. Manda tutashqan hech bizning Shinjongning hamma joylarida bo'stonliq, qumliq bor. Lekin qumliq bilan udul bo'stonliq tutishdigan mushu nimalar? Pichanlar. Pichandagi Qumtaq bog'cha sayohat rayoni, shunami? Go'ja Siji jingchu. Kelib o'ynab ketinglar. Cho'qim kelmasangiz pushmon qilgansiz. Shaxsan men har yil kelibmi yana jiq kelmaganimga pushmon qilyapman.
Qanaqaroq azom? Ya men peyizga emasmi? Ya alar etgan. Ben yurak tutmaqay. Ya yurakcha. Ha, buncha masofa qanaqa? Bosh kishi qo'yma qilay. Vaqtda mushuni qo'qib ketdinglarmi deb ketdi. Ya ben dedim, muşunu koktuğumu falan sana dedi senin. Sen ben kokacak sen dedim ben hem de. Ya akıdı badem değil, akıdı çıktı. Hakikaten pek hoş geldi. Ne kadar otardın sen? Rastgele ne kadar otardın? Ya şikayet yok. Şikayet yok. Hemiz akıdı gidiyor diyor. Vay ya. Fakat tövbenin de Kuzulacağım içiliyordu. Bana rastgele kılayım ben muş yaşımı kırıp ben tögümünü papatlayayım. Atım minigen, eşekimi minigen takaylagan. Lekin ben tögümünü papatlayayım. Maşin degende var, günde edeyimiz oraya var. Biroq Ağustosda to'y guruhining mashinada olibdi deydi, tapyapti bolalar men ko'rdim. Onu kıpakroq. Ben qiziqishma ish qilib. Mashina ikkinchi qitim chiqdinglar. Biz ikki qitim qildik. To'ygini faqat bir qitim sizlarmidinglar. To'ygini qanday to'y ekanligini biz ko'rmadik. Lekin farqini mana. Mashina tayzoka. Tayzoka haydimizmi? O'z talab qilib eng oldida o'tirman men bo'ldim. Mushtab ishlab bakamroq dedi. Endi rostga qilsam men sal qo'rqdim. Asqar qanday ketdi? Ha? Asqar kela. Nasıl kaldım? Tutayını götürüp aydı yolunda. Bayağı hem de şu birden sakıldı. Maksat bana müşahede bir sahneni tayarlık emas mı? Müşahede Asqarning ovozini, peyzini bir ko'rsak. Muratjon birga kelibdi, uning ustiga yo'diydi. Men Muratjonning bog'lig'ini o'qimoqdiman. Andan keyin bizning ma o pichanninki, ma o pichan noylik madaniyat, tantarbiya, radio, televiziya, bir monchidan boshqa. Hoş geldinizler. Mushu biz noyiniki qo'llashi bilan, mushu inlarimizniki Kechimu kunduz bizlar birga bo'lish bilan shunday yaxshi xizmatimizni bakas tamomlab oldik. Bugun sizlar keldinglar. Men yerda sahnadan birini tayyorladik. Endi bizning ma pishanda endi yana bir san'at turi bor. Shu bizning yerlik dehqonlarimizniki dab bilanlar. Dabni urib turib boshqa hech qanday chalg'u yo'q. Milis mashribi deymiz, milis aytish deymiz. O'zingiz bir tunishtirib turing. Boshqa gap qilasiz. Milis deganimiz shu pishanga, turpan pishang bo'lma, pishanga tava bir madaniyat merası, bu g'ayriy madaniyat merası. Milis deganimiz mashrab, yig'ilish degan majlis deganniki bir o'zgarishdi. Mushu pishantiga tava yerlik mashrab shakli. Buningda nurg'unlar naqshlash eng oddiy so'z bilan aytildi. Bu shu eng burunqi ajdodlarniki, eng ibtidoiy, eng burunqi kuylarniki shakllanadi.
oldu ama hemkarlaşmak bezdi. Pek tez olup ketdi Cuma iş qilib. Bunda bo'lar deb o'ylamagan men. Allah matub ketdi. Rasmiy. Hozirgi zamon yerlik ahang hammasi birlashib menga esim Boshqacha bir esa chiqadi. Shunda yaxshi bo'ldi. Biz buni nurg'un tajriba savodlar yig'ib oldik. Inilarimiz balkim nurg'un bilimlarni bilib oldilar deymi? Nurg'un ilhomlar olib ketdi Haqshanazir. Yangi ijodiyatlarga. Biz shu bizning o'zimizniki shu yerlikdan, zimindan Əllərmiçilərimizdən, muqamçilərimizdən ilham alırız emasmı? Şundamı? Nəhayət yaxşı o'rinladinglar. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Üçüncü bektimizde sangwan qilishdan burun, endi hozir biz 4 tanlam, endi Shiyun Jabing tanlab, moto o'ynaydigan bir o'yinimiz bor. Shu hozir men tasvirma ilishib boshlanglar. Mani keyin bundan bakanda. Shunda astida mana u kasbalar moto chiqalaydi. Qaysilar chiqadi? Ha, mushnas bo'lsa chiqalaydi motoga. Menda yo'q-ku mana. Mototimizdan kelasiz. Amsa bu qayerda mushtoqlarni o'ynay olasizlar bu motoni. Mana siz ishchi afka bir ko'rsatib ketdingiz. Juringlarmisa. Unda biz masayatni boshlaylik. Voy yo'q, qadar chiqib yo'qda? Ha? Aş bir yerda bir vaqra qo'ydingiz, ha? Bo'lmasa Sen yine vaqama deb qo'qa-qoqa. Asqarqa sizma programmamizni biz asosqicha to'biya o'yinni asos qilamiz emasmi? Shu Emrayim bulsun pervane, emrayim bulsun pervane. Emrayim bulsun pervane, emrayim bulsun pervane. Eşi pezama açıkka. Bu açıqmı-ki? Nega ochiq qilmaydi, shunda yaxshi Xudoyiqa. Sho'ribdan o'tgan naqma ichidan. Meni tanlasin. Açıqsiz, texim açıqsiz balaman. Mening gilim og'riyotdi deb moto deb vaqirib mashinada vaqirib chiqirib. Parvona qachliq suiqashlari behpezga. Salom ekran oldidagi barliq azizlar. Men bugun shu fursatda Qumtaq kelib, shoti muzika tirtimiz bilan birga shunda bir yaxshi faoliyat o'tkazdik. Biz bilan birga kelgan shoti muzika tirtidagi A studiyasidagi barliq do'st birodarlarimni tanishtirib oldi bilan 20 yilga berib qoldi hamkor Shotqin og'inam, muzikat, o'zi ijodiyatchi Ma'lum Abdulla. Yaxshimizlar. Ko'sanlar bilsizlar, Muratjon Muxtar o'zi yaxshi muzikat, ham yaxshi naqshchi, ham yaxshi adam bu. Muratjon Muxtar shot muzika tirtimizniki elektronlik realda yaxshimiz Ahmadjon, Boyoq Seypul, Dilmurod Bator. Bu o'yinimiz
Kim o mu? Bu elimiz ismi Ekrem. Bu elimiz bir tane yaxşı elimiz. Bizden studiyerimizde müzik işleri bilen şoğulundu. Böyle icadiyet işleri bilen şoğulunlatıdı. Xuychi xuyim işleri bilen şoğulunlatıdı. Peki yaman bala da bağladım bu balını. Rahmet. Asqar ukam, bayada o'tirib, paranglashib, baja bir xil qo'shib qoldimi? Ha, pek rahat kaka. Pek rahat ketdi. Muhit olsun, havası olsun. Asqar Seyitni qumtaq qo'yilay dedim men shu uchun. Nimishga deganda sizning naqshining kayfiyat shifrisi bilan men muhit bakkab ketadigandak ashda bir xil to'yg'uchiman. Siz maqshan eng yuqori sahnalardami bor, tuvallarga o'yin qo'ysizlar-ku. Lekin meningda yana bir yeri biz sayohat bilan bog'layotdik-ku. Bir joyning sayohati bilan. Bunun sayohat madaniyati, yemek içmek, kiyim kechak madaniyat har millatning uning ustiga. Keyingi vaqtlarda ham har millatning bo'ldi. O'zingizniki to'yg'ingiz uchun. Pek yaxshi o'tdi, pek yaxshi o'rlashtiribsiz. Ko'nglimiznikidek birinchi bo'lib maydonni pek yaxshi ko'rdim aka. Besh maydon, ha, maydonni ajoyib bir xil yovuligi va
Abay siz degandek bu bizning qilayotgan muzikamiz bu shunday. Sizning uslubingizmi, ovozingizmi bekimiz keldi. Evet, shunday. Ketdandan keyin shu san'atkorlarning atalgan naqshlari emas. Canlılığı, yaman bizniki ma qilayotgan bizniki ansamblniki hissiyatı shunday moslashtirib, yaxshi tanlab beribsiz Juman aka. Rahmat sizga. Rahmat. Yaxshi bir fikr almash fursatiga bo'lganimizda bizga ham xushal bo'ldik. Rahmat. Bizningki El Nuri kuy sapir programmamizningki birinchi bekiti Pichan. Pichanda biz bugun mana ma Qumtaq bog'chasida bizning shu suratga elish vazifamizni nihoyat g'alabalik tamomladik. To'g'ri. Mishada biz oldi bilan shu Pichan xalqiga, Pichan nailik partikom hukumatga, barliq mush qarindoshlarga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz, shunami? Albatta rahmat aytamiz. Rahmat. Kuy sapiri programmamizning bosh nomini El Nuri şirketi alayda olgan. Uningdan sirt Parvoni mahsulotlari Badam şirketi alayda qo'llagan. Mushu 3 shirkatga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Hamda bizning mush muqamchilarimizga chin ko'nglimizdan rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Endi yana bir sonda ko'rishaylik. Xayr.